Porangni yopib beraman. Poralarimni yo'q qilib bera olasizmi? Shunaqa krem ko'rsating deb yozishibdi. Porani o'z aslida biz tushunib olishimiz kerak. Har bir yuzda har qanaqa koreysning yuzimi, har qanaqa yuzda pora bor. Faqatgina biza filtrlar asosida ko'rishni boshlaganmizda poralarni. Telefonlarda juda ham zo'r ko'rinadi, lekin aslida unaqa emas. Ularni oldiga borib, ularda ham pora bor. Faqat kimlargadir u narsa ko'rinadigan, kimlargadir kimdadir ko'rinmaydigan poralar bor-da. Porani qisqartirish mumkin, lekin sizni genetikangizda, sizni yuzingiz individualniy tip hisobiga agar porangiz o'zi shunaqa ko'rinadigan bo'lsa, uni yo'q qilib bo'lmaydi. Buni prosta tan olish kerak. Lekin uni qisqartirish mumkin. Maksimal poralar mana vertikal, gorizontal bo'ladi-ku, noto'g'ri tozalash hisobiga bo'ladi, yuz oqarishi hisobiga bo'ladi. Bu именно uni shunaqa narsalar bor, misol uchun surib, namlikni oshirib yoki mana pizzadan sostavlar deydi. O'sha narsani qisqartirish mumkin. No degan joy bor. Siz yana nosog'lom hayot o'tasiz, o'sha hamma narsani to'xtatasiz, bo'ldi menda zo'r deb, ular yana ko'rinishni boshlaydi. Shuning uchun porangni yopib beraman desa, hujjatga ishonmaslik kerak.